erkaklari hijob kiyadigan, ayollari esa aksincha yuzini ochib yuradigan musulmon xalq Tuareklar tarixiga yuzlansak, Dervish Not sahifasi bilan tarix fani yanada qiziqroq bo'ladi. Sahroning ko'p sonli musulmon xalqlari orasida Tuareklar, ko'chmanchi berberlar alohida o'rin egallaydi. Ularning madaniyati boshqa islom jamiyatlarida uchramaydigan noyob unsurlarni saqlab qolgan. Tuareklarning o'ziga xos xususiyati erkaklarning yuzini maxsus yopinchiq, tagilmust yoki litham bilan yopish odatidir. Yevropalik tadqiqotchilar buni ko'pincha o'ziga xos erkaklar hijobi deb atashgan. Niqob indigo bilan bo'yalgan matodan tayyorlangan, bu teriga ko'kimtir tus bergan va sahroning ko'k odamlari nomini keltirib chiqargan. Ushbu qoplamaning amaliy vazifasi cho'l iqlimiga xos bo'lgan quyosh, qum va shamoldan himoya qilishdir. Biroq niqobning ramziy ahamiyati ham mavjud. Kattalar yoki notanish odamlar oldida ochiq yuzli bo'lish qadr-qimmat va vazminlik me'yorlarini buzish hisoblanadi. Erkaklar yopinchiqni balog'atga yetgandan so'ng kiyishni boshlaydi va bunga kattalar safiga o'tish belgisi sifatida qaraladi. Bu esa o'z navbatida uning marosimiy xususiyatini ta'kidlaydi. Ayollar esa aksincha an'anaviy ravishda yuzlarini yopmaydilar. Katta ijtimoiy mustaqillik va mulkka egalik huquqini saqlab qoladilar. Ayollar emas, balki erkaklar o'z yuzlarini yashiradigan bunday teskari jinsiy kodeks ko'plab islomiy madaniyatlar orasida Tuareklarni ajratib turadi. 10-11 asrlarga oid arab solnomalarida ham niqobli odamlar haqida ma'lumotlar ko'p uchraydi. Bu esa mazkur odatning qadimiyligini tasdiqlaydi. Vaqt o'tishi bilan islomlashtirish bu odatni yo'q qilmadi, aksincha uni xalq hayotining ijtimoiy diniy to'qimasiga singdirib yubordi. Shunday qilib Tuareklar madaniyatida sahro turmush tarzining amaliy talablari, muqaddas ramziylik va ijtimoiy me'yorlar uyg'unlashib, islom olamida noyob hodisani yuzaga keltirdi. Ularning misoli diniy amaliyotlar mahalliy an'analar bilan qanday chatishib, o'ziga xos madaniy o'zlikni shakllantirishi mumkinligini ko'rsatadi. Yanada qiziqarli va tarixiy kontentni o'tkazib yubormaslik uchun Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.